Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Toshkent shahriga avtomatik rol starni temir stalniga bo'yagich hamda enigich darvozamizni o'rnatib berdik. Yoniga kaltkasi ham bo'ladigan bo'ldi. Uni olib kelib o'rnatganimizdan keyin yana bir obzor qilib boramiz. Darvozamiz bitta, o'ziga xos uslubda bitmagan uchastka qurilish jarayonida. Darvozamiz katta radio blok hamda svet bo'lmagan urushni holati mana orqadan ko'rinishi. Darvozamiz o'ziga xos uslubda chiqdi. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Komplektimizda ikkita pulti bo'ladi. Har doimgidek. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Darvozamiz kvadrati $90 dan $140 bo'ladi. Darvozamiz 2 qavatli, ichki pokakli bo'ladi. Issiq sovuqqa yaxshi, chidamli, shu shovqin o'tkazmaydi. Batafsil ma'lumot ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz tushuntirib beriladi.